Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Bugun sizlar bilan iltimoslarga binoan mana shu yoqani modellab ko'ramiz. Buning uchun orqa oldi andozani mana shu holatda qo'yib, unga planka haqqini chizib, bo'yin o'yindisini xuddi ko'rsatganimdek o'lchab olasiz. Aytaylik, 21 cm chiqdi. Andozani yasash uchun 21 cmli liniya chizib olamiz. Yoqa balandligi uchun 8 cm yuqoriga chiqamiz va har ikki tomondan 8 cm chiqib, yuqori chiziqni ham chizib olamiz. 21 cm chizgan liniyamizni ikkiga bo'lamiz va undan 0,5 cm buklov tarafini ko'proq qilib chizib olamiz va yoqani ochiq tarafi, ya'ni old qismi uchun 1,5-2 cm yuqoriga ko'tarilamiz. Hamda 21 ni bo'lib olgan nuqtamizga tutashtiramiz. Tutashtirganimizda burchak hosil bo'lib qolsa, uni lineyka yordamida silliqlab yuboramiz. Agar siz ham qaysidir fasonni modellashda qiynalsangiz, menga murojaat qiling, uni birgalikda modellab ko'ramiz. Tikuvchilik sirlari hamda modellash texnikasi sizga qiziq bo'lsa, sahifamda qoling hamda kuzatishda davom eting.